Assalomu alaykum hammaga do'stlar. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda H100 ya'ni Goldni birgalikda analiz qilamiz va kunlik va haftalik bozor yo'nalishini aniqlaymiz. Undan oldin agar esingizda bo'lsa, biz daily time frame'da o'tgan safargi prognozimiz bo'yicha uzoq muddatli analiz bergandik. Taxminan sizlarga mana shu zonamizda edi bozor. Bozor mana shu zona atrofida edi. Birinchi targetimiz mana bu high edi, 4165 va ikkinchi targetimiz esa 4203 atrofida edi va bozor imенно shu nuqtamizdan mana bu targetimizdan urib berdi. Ya'ni o'rtacha qilib aytadigan bo'lsak, bizda 2000 pipsga yaqin harakat bo'ldi. Mana shu oldingi YouTube prognozi bo'yicha. Undan keyin bo'lsa, bu zonada biz sizlarga qisqa sell zona ham berib o'tganmiz, to'g'ri. Mana bu zona qisqa sell zona. Lekin bu zonamiz bizda buzib o'tilib, shu zonaga retest bergan holatda bozor nima qildi? Yana o'z harakatini davom ettirdi. Mana o'z harakatini davom ettirib ketyapti. Bugungi bozor bo'yicha gaplashamiz. Ana endi bozorda biz buy ishlaymizmi yoki sell ishlaymizmi? Mana shu savolga bugun javob qidirishga harakat qilamiz. Xo'p do'stlar, birinchi o'rinda men kattaroq time frame, ya'ni haftalik time frame o'tib olaman. Haftalik time frame o'tgandan keyin ko'rsanglar bo'ladi. Oldingi analizimizda mana bu zonadan biz buy qaraganmiz. Mana bu zonada buy qaraganmiz va bizning targetimiz mana bu zona bo'lgan. Birinchi take profit. Ya'ni bu uzoq muddatli va bu zona breakout bo'lib, dalshi bozor bizda mana bu qarshilik zonasiga chiqdi va buni ham bozor breakout qildi. Ana endi bizda eng kuchli haftalik time frame'da sell zona mavjud. Bu bizdagi hozirgi zona hisoblanadi. Mana bu zona bizga qarshilik zonasi hisoblanadi. Ya'ni bu bizga sellga yaxshigina qarshilik qiladi. Bu zona juda ham katta, ya'ni bu haftalik zona bo'lganligi uchun bu zonamizda biza eng kamida H1 yoki H4 time frame'da tasdiq olgan holatda uzoqroq muddatga sellga qarab ko'rsak bo'ladi. Lekin trendimiz buy bo'lganligi uchun biza ehtiyotkorlik bilan va albatta sellga tasdiq bo'lgandan keyin minimal riskda kirsak bo'ladi. Mana hozirgi paytda bozor bizani sell zonamiz turibdi. Sell zonamiz juda ham katta. Shuning uchun e'tibor bilan kuzatinglar. Weekly time frame bo'lgandan keyin biz dailyga ham o'tamiz. Xo'p do'stlar, daily time frame o'tib oldim. Daily time frame'da juda ham kuchli zonalar yo'q. Bizda faqatgina hozirchalik haftalik zonamiz aniq bo'lib turibdi. Ana endi biz H4 time frame'ga o'tib olsak bo'ladi. Mana H4 time frame'ga o'tdik. E'tibor bersanglar, bozorda mana bu zonada breakout bo'lishini sizlarga aytgandim. Ya'ni shu zonalar atrofida biz buyga tasdiqlab bo'lganligi uchun sizlarga buy zonalar berganmiz va mana bu yerda ham bizga struktura buzilgan. Biroq struktura buzilib, bizga buyga harakat ketdi. Va e'tibor bersanglar, bozor har bitta maksimum zonalarni yangilab ketyapti. Ya'ni mana maksimum yangilanmoqda, bu yerda ham maksimum yangilanyapti, bu yerda ham maksimum yangilanib ketyapti. Ya'ni bizdagi minimumlar yangilanmasdan qolib ketyapti. O'shaning uchun biz minimumga e'tibor berishimiz kerak ko'proq. Va mana bu sell zonamizga bozor chiqdi. Mana shu zonamizga bozor chiqqandan keyin bizda maksimum minimum qoldirdi. Shunaqa harakat bo'lib turib, bitta minimumni bizga breakout qilib bergandan so'ng, ya'ni breakout qilib bergandan keyin bizda struktura buzilishi bo'ladi va struktura buzilgandan keyingina biza откатdan sell zona aniqlab va mana shu sell zonadan yana kichikroq time frame, ya'ni biza bu zonani H4 va H2 time frame'da aniqlasak, entry uchun biza kichikroq time frame, ya'ni M15 dan M5 gacha bo'lgan time frame'ga o'tib, mana shu zonaning ichida yana bitta tasdiq qarab, keyin biza sellga pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. Ya'ni shunaqa holatda. Mana stop loss bu zonada bo'ladi, maksimali va take profit esa mana bu birinchi bizdagi low'imizda bo'ladi. Mana bu zonada bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni bu yerda albatta kattaroq time frame tasdiq olgan holatda va imенно shu zonaga bozor kelgandan keyin yana bir kichkina time frame tasdiq olib, keyin kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ungacha agar biza buy ishlamoqchi bo'lsak, bizada mana bu yerda buy zona bor edi. Hozirchalik mana bu yerda bozor minimum yechgan holatda bizga buyga harakatlanmoqda. Bu yerdan impuls bilan ketyapti bozor, yana high tomon ketyapti. High yangilasa biz yana kutamiz. Qachonki minimum yangilangandan keyin, ya'ni minimum singandan keyin biz sellga qarab ko'rsak bo'ladi. Lekin bu yerda minimum yangilanmadi. Shunchaki minimumdagi likvidlarni tozalab, bozor likvidni sweep qilib, o'z harakatini davom ettirib ketyapti. Tushundingmi? Ya'ni umumiy holatda bizda trendimiz buy, ammo lekin kattaroq time frame'da sell zonada turibmiz. Shuning uchun kichkinaroq buy ishlab, uzoqroq sellga tasdiq qarab sell ishlasak bo'ladi. Hozircha bizda shunaqa ideya, ya'ni ideyamiz hali to'liq shakllanmagan bu yerda. Mana bunaqa holatda shakllansa biz kirib olsak bo'ladi.
Yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun zonalarni aniqroq bilish uchun aktiv savdo qilishimiz uchun Telegram kanaliga o'tib olsanglar bo'ladi. Telegram kanalda biza har kunlik ideali, signalli, foydali ma'lumotlar beramiz va ora-orada sizlarga prямой efirlar qilib yoki qanaqadir foydali ma'lumotlar berib turamiz. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.